19-aprel soat tungi 8:30 Ekologiya vazirligi nazorat inspeksiyasi davlat inspektorlari o'sha aholi murojaatlariga ko'plab murojaatlarga sabab bo'layotgan Sirdaryo daryosidagi brakonyerlar tomonidan qo'yib ketilayotgan to'rlar yuzasidan holat joyiga chiqqanmiz. Hozir Sirdaryo daryosidamiz. Reyd amalga oshirilmoqda. O'sha mana brakonyerlar tomonidan qo'yib ketilgan to'rlarni aniqlab, belgilangan tartibda davlat inspektorlari tomonidan yig'ib olinadi. Mana o'sha aholi murojaatlariga sabab bo'lgan joy mana nasos oldi. Mana to'rlar. Hududda daryo oqimi bo'ylab nazorat tadbirlari davom ettiriladi va shu tartibda brakonyerlar tomonidan qo'yib ketilgan to'rlar belgilangan tartibda yig'ib olinadi va holat yuzasidan monitoring va reyd ishlari amalga oshiriladi. Davom etyapti. Mana o'sha ikkinchi to'r. Ikkinchi to'rni yig'amiz. Bitta qilib olingda, yo'q, unaqa qilib yig'maydi. Bitta qilib oling, hujum qilib olingda tortaverasiz ekan. Mana bunga tirab bortiga qo'yibman, mana shunaqa yashayman. Bo'ldi, tayyor. Inspektor. Otur. Sida. Uzib tortib. Navbatdagi to'r o'sha hududdan va dambani oldidan 3-to'rni aniqladik. Boshidan uzing, boshidan. Shuni ko'rmadingmi bular? Aka, qo'lingizga dumaloq qilib yig'asiz. Dumaloq qilib yig'ib olingda, tagi bilan, tagini ko'tarib oling. Oy. Ha? Mana 4-to'r. O'sha joy mana dambadamiz. Brakonyerlar tomonidan qo'yib ketilgan 4-to'r.